Bizani qizli parda ko'rishga haqqimiz yo'q. Xo'p, mana shu qizli parda. Ana u jinsiy aloqa bo'ldi bir marta, lekin turmushga chiqqaniga endi bir hafta vaqt bo'ldi. Xo'p, mana shu qizli parda mana bu o'rtadagi demak tabiiy teshigi, menstruatsiya keladigan teshigi. Mabodo bu yirtilmay qolgan bo'lsa, bir xillada tabiiy teshik mana shu kattaroq bo'ladi. Jinsiy aloqa bo'veradi, yirtilmaydi, turaveradi. Bola tug'ganda o'sha payt keyin yirtilib ketishi mumkin. Ana o'shaning uchun qon chiqmagan bo'lishi mumkin. Hozir почти bir 7 soat kutding, 10 soat bo'lmasa agar kirding. Endi men seni hozir bu narsani ko'rib, sen qiz bolasan, yo'q yirtildi deb aytishga haqqim yo'q. Tashmaydi, sud-med ekspertizaga borasan. Men yana qaytarib aytaman, sen bir buzilib qolganing yo'q. Qonuniy turmushga chiqding, ering bilan jinsiy aloqa bo'ldi. Lekin bu narsani baribir oxiriga yet. Bu butun umrlik turmush, o'zingni ham mashdingda gumon, eri ham, hatto men aytasan bir-birimizni bilib oila qurdik. Ering ham mashdida gumon. O'shaning uchun sud-medga borasan, ana ular ko'radi, ochib, agar o'sha 7 kun oldin yirtilgan bo'lsa, u holatda qo'lingga zaключение beradi, yirtilganiga bir hafta bo'ldi, svejiy yara turibdi. Yoki bo'lmasam bu qiz bola hali bo'lmadi, yirtilmadi deb yozib beradi mana shu narsani. Hozir chekingni qaytarib